bilan chiqamiz. Mana o'tgan maqomlarda Ayurtexnik do'konimizga turli xil drabilkalarimiz yetib keldi. Hozir bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz. Sizlar undan oldin kanalimizga like, podpiska va kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib beradigan bo'lsalaring, o'sha oxirgi marta videomizda aytgan gapimiz 200 ming so'mdan bonus skidkalar bor ekanlar. Oddiy drabilkalar, ya'ni yem hashay chiqargan drabilkalar, keyin oddiy jodilar ham yetib kelgan. Hozir bilan to'liq tanishib o'tib ketamiz ekan. Unda boshladik. Birinchi o'rinda oddiy jodimizdan tanishib o'tib ketamiz. To'rt pichoqlisini tanishib o'tib ketib boshladik. Akalar ko'rishingiz mumkin. Mana pichoq 4 talik bo'ladi akalar. Qalin pichoqdan bo'ladi. Uncha-munchaga o'tmasa, sinib ketmaydi akalar. Yonlarida mana shu o'zini chaqlari bo'ladi, ya'ni tortib oladigan chaqlarni harakatlantirib beradi akalar. Remen orqali harakat oladi. Motorlari 5,5 kilovatli motordan joylashgan keladi. Ko'rishingiz mumkin. Narx qancha ekanligiga uchun narxi 2 million 300 ming so'm, albatta kami bor akalar. Keyingisi 6 pichoqli jodimiz akalar, mana ko'rishingiz mumkin. Buni pechati bor ekan, pichoqda pechatlari bor, ko'rishingiz mumkin. Mana bu ancha qalin pichoqdan bo'ladi. Bu uncha-munchaga sinib yoki o'tmasa qolmaydi akalar. Buni ham motori 5,5 kilovatli motordan joylashgan akalar. Buning narxi 2 million 600 ming so'm, albatta kami bor akalar. Shu videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib kelganingizda 200 ming so'mdan bonus skidkalari bor akalar. Keyingisi lentali drabilkamiz bo'ladi, ya'ni bu lentasi bo'ladi, tortib beradigan lentalari bo'ladi akalar. Buni ham pichoqlari ancha qalindan ishlangan bo'ladi. 6 talik pichoq, keyin oldida yana drabilka pichoq yo'q, tortiladigan pichoqlari ham bo'ladi akalar. Mana bu yerdan tortib oladi va lentasi yo'q desiz, lentasi ham olib kirib ketadi akalar. 3 talik skorosti bo'ladi akalar, ya'ni o'rta xolastoy, tez va sekin bo'ladi. Ya'ni bu o'rta razmeriga qarab chiqaradi akalar. Narxi akalar 4 million 500 ming so'm, albatta kami bor. Shu videoga like, podpiska, obuna tugmasini bosib, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib kelganingizda 200 ming so'mdan bonus skidkalar beramiz akalar. Keyingisi 5,5 kilovatli tepasida tachchiga bor motorli joylashgan akalar, ko'rishingiz mumkin. Lentali, ya'ni bu ham 1.30 lik lentasi bo'ladi akalar. Mana pichoqlari pechatlidan bo'ladi akalar. Qalin pichoq va uzunroq pichoqdan bo'ladi akalar. Keyin mana bu yerda 3 talik skoruslar bo'ladi va o'zini tortib oladigan vallariga ega akalar. Narxi akalar 5 million so'm, albatta kami bor. Shu videoga like, obuna va kommentariyaga omad so'zini yozib kelganingizda skidka bonus saflarda beramiz akalar. Keyingisi drabilkamiz bo'ladi akalar. Bu oddiy drabilka, bu o't hashaylar chiqargani va donlarni ham maydalagan akalar. Ichidagi pichoqlarni tanishtirib o'tamiz. Oriyol firmasiniki. Materiallar ozgina yupqaroq bo'ladi mana. Ichida setkalar joylashgan, donni maydaladigan setkalari mana ichidagi, mana ko'rishingiz mumkin, pichoqlari yonida o'tlarni kesgan pichoqlar joylashgan akalar. 5,5 kilovatli motor. Narxi 3 million 500 ming so'm, albatta kami bor akalar. Keyingisi bu guanjo, ya'ni qalin, o'ta qalin bu. Uncha-munchaga korpus ham sinib ketmaydi akalar. Bu tomondan donni, bu tomondan o'tni tashlashga mo'ljallangan akalar. Motorlari ko'rishingiz mumkin. 5,5 kilovatli misli motordan joylashgan, tepasida dachchigi ham bor akalar. Ichlarni tanishtirib o'tib ketaman akalar. Pichoq, yon pichoq ancha qalin, uncha-munchaga sinib yoki o'tmaslashib qolmaydi. Va bu tomonda urib beradigan pichoqlari ham ancha ko'p qilib ishlangan va baquvvat akalar bu. Ichki korpuslarni ko'rishingiz mumkin, 2 talik qalin korpusdan qilingan akalar. Buni narxi qancha ekan deydiganlar uchun narxi 4 million 200 ming so'm. Shu videoga like, podpiska, ya'ni obuna tugmasini bosib, kommentariyaga yozib omad so'zini ham klientlarimiz uchun 300 ming so'm bonus pul qo'shib beramiz bunga akalar. Buni komplektida mana bu ko'rishingiz mumkin. Chuqur setkalari bor, ya'ni ichidagi bilan 4 xil setkasi bo'ladi akalar. O'tlarga va donlarga mo'ljallangan. Akalar, manzilimiz Qonuniyatida, Marg'ilon shahridagi, Marg'ilon shahar sentrdan kelishdagi hokimiyat to'g'risida joylashgan akalar. Telefon nomerlari 90lik o'rnidan 851 64 nomerlari. Bog'larni keladigan bo'lsalaring, arzon bonus skidkalarga beramiz. Jonlar sog' bo'lsin akalar. Tomosha uchun rahmat. Har doim shu like, podpiska, ya'ni obuna va kommentariyaga yozib omad so'zini yozib berishlar akalar. Ya'ni bu sizlarga 200 ming yoki 300 ming so'm bonus skidka bo'ladi akalar. Jonlar sog' bo'lsin akalar, rahmat.